Xafa bo'lganingizda kim birinchi ko'z oldingizga keladi? Bilmasam endi sizni oldingizga onam keladi. Nimaga? Endi doim yupatadilar onam xafa bo'lganda. Xafa bo'lganingizda eng birinchi kim ko'z oldingizga keladi? Odam ko'rinmaydi umuman ko'zga. Onam, Nimaga? onam, otam. Endi ko'pincha o'qish masalasi bo'yicha xafa bo'laman. O'sha paytda ota-onam o'zim oldiga keladi, bergan motivatsiyalari, harakat qilsang hamma narsaga erishasan degan gaplari ko'zim oldiga keladi. Shunda o'sha gaplar yordam beradi. Xafa bo'lgan payt eng birinchi ko'z oldingizga kim keladi? Xafa bo'lgan paytda bilmasam eshitmani his qilmayman shu vaqtda. Ko'zimga jim o'tirsam o'zim tinchlanaman. Xafa bo'lganingizda kim birinchi ko'z oldingizga keladi? Birinchi simbol jo'ramladi. Jo'rasiz? Nimaga? Chunki xafa bo'lganda ularga dardim ayta olaman, ular bilan xafalashib, endi qilib beramiz-ku o'shaning uchunda. Men shunday deb o'ylayman. Xafa bo'lganimda o'sha undan keyin uydagilarim nima keladi? Ko'z ostimga keladi. Xafa bo'lgan paytingiz birinchi kim keladi ko'z oldingizga? Onam, Onangiz? onam keladi. Nimaga? Bilmasam onam keladi ko'zim oldimga. Yaxshimisiz? Xafa bo'lgan paytingiz eng birinchi kim keladi ko'z oldingizga? Hech kim. Nimaga? Hech kimga ishonmayman. To'g'ri qilasiz. Sog' bo'ling.